Bahargha Xet. ئاپتورى رەنا غوپۇر. 8 qism. O manga qaramayla, Ümit, deb javob berdi. Uni əmdi mening ismimni so'raydigan bo'ldi, deb ovozimni chiroyli chiqarib, ismimning quyrug'ini ko'tarib, Ziba, deyishga tayyorlik qilib tursam, u o'g'limdan, sening isming nima yigit? Necha yoshga kirding? Demasmi? O'g'lim chuchuk tillari bilan, "Ey, 4 yoshga kiyman", deb javob berdi. Ümit mening qo'limdagi qizimga qarab, "Siz Jo'xon", devidi, Delara beshini mo'ramga qo'yib oldi. O'g'lim, "Ishmi Delara, 4 yoshga kiydi", devidi. Ümit manga qarab, "Qo'sh kezakma?" deb so'radi. Men "Shuningga yaqinroq", deb javob berdim. Aeroplanda yenimda o'tirgan odam bizni bir oila deb o'ylab qilib, zo'rlab Ümitni yenimga akilib qo'ydi. O'g'limmo uningga chaplashib, "Dodosh biyen o'tiyman", deb uning quchog'idan tushmadi. Men bo'lsam, uning mening ismimni so'rab qo'ymag'iniga sal qo'saq ko'pigi dedim. Aeroplan havoga ko'tarilganda yuragim yenik og'rishga boshladi. Yana ashu turmushga qaytishim kerak. Bu tuproqda mangulik yashash endi mumkin bo'lmasligi mumkin. Men u yer uchun bir mehmon. Ümit mendagi kayfiyat o'zgarishini sezib, "Bearam bo'layotgamsiz?" deb so'radi. Men parvosizla, "Havo besimi bearam qilyotidi", deb qo'ydim. Ammo shuning bilan menga gap qilishni to'xtatdi. Ammo o'g'lim uning bilan bo'lib meni unutib ketdi. Undaqda men Dilaraning holidan xabar olsamla bo'ladi. Beyjingda bir kech qo'nishimiz kerak edi. Aviatsiya qatnashini boshqarish o'rnida ishlaydigan saboqdashim menga aydirimga eng yaqin opirib akiladigan mashinasi bor mehmonxona uqishib qo'yibdi ekan. Men Ümitdan qanday qildig'ini so'rdim. U xohlagan yerda qo'nsa bo'laverdig'ini aytdi. Men saboqdashimga qayta telefon qilib, uningga bir uy olg'izdim. O'g'lim uningdan ajrimay jahonning savolini so'rab bo'ldi. Men balalarni elib, o'zim yotadigan uyning oldiga kelganda, oxiri chidamay, "Mening ismimni so'ramadingiz", devatdim. U kulib, "Ismingizni bilaman, ismingiz Ziba", dedi. Bahar, bu bala menga shunchalik g'alati bilindiki. Atsi aeroplandagi o'rnimizni bir yerda oldik. Xalqarалық liniyaga uchadigan cho'ng aeroplanning bir yiqila 4 o'rindiqlik bo'lg'achqa, ikkimiz ikki chetda, ikki bala o'ttirda. Ba'ayni bir oila kishilardakla edik. U gapni sotadigandakla oz qiladi ekan. Demakchi bo'g'inim menga Bahar, balalar bilan gap tugamaydi. Menmi uningga bak diqqatli bo'lmadim. Oxiri Frankfurtga keldik. Aeroplanda uzun safar qilishga shunchalik o'shmanki, poyez yaxshiroqmiki deb o'ylayman. U chatalliklar chegirdan kirdigan tarafda turishi kerak. Shunga xo'shlashdik. Tashakkurimni bildirib, telefon nomerimni qoldirdim. U mening undidorimni qo'shib oldi. Hayotim yana iziga tushdi. Qahvaxonning sodisiga qarashim, hisobotini boshqarishim kerak. Balalar yaslida. Keshlari uyga qaytib, Urumchi bilan billa bo'laman. Subining opasi haftada bir kun balalar qarshi berdi. Men shaxsiy ishlarimni qilib olaman. Bahar, Ümit men bilan aloqalashmadi. Undidarda telefon nomeri bilan adresini qoldirib qo'ygancha yo'qab ketdi. O'qishga kelgandikin aldirashdi deb o'yladim. Urumchidagi do'stlarim undidar topimizda uning bilan munosabatimizni so'radi. "Xotirjam bo'linglar, terik qaraganda o'lik qizg'idigan bola ekan", dedim. Rostdan desam,
u sal izzat nafsimga tegdi. Uning meni izdamasligini, ikki balasi bor ayolni izlashning hojati yo'q deb o'yladi, deb tushundim. Shunday qilib, necha oy o'tib, uningdan undidar uchur topshirib oldim. Yaxshimisiz? Telefon qilsam aplikmi? Yaxshimisiz? Aplik, dedim. Uning telefoni keldi. Men nimala degan bilan sohibxon o'rnida edim. Shunga yaqinliroq bo'lishga tirishdim. U o'zining bak aldirash bo'lib qolganligini aytdi. O'ylasam, payshanba bo'lib qapti. Shunga hafta oxirida kelamsiz? Uy tamaqqa sig'ingansiz? Devidim, darhol ma'qul bo'ldi. Bu g'am bo'lmasa, telefon qilmaskan tuqda, deb o'yladim. Vaqtni deyishdik. Men uni olg'il bordigan bo'ldim. Shanba atdigan turib, uy tozladim. Tushda balalarning qo'rsqiga bir narsa qilib beribla, lag'man bilan cho'cho'riga tayyorlik qildim. Ishlarimni tugitib, astoydil yasandim. Andin balalarni Urumchini ilib, uni olg'il bordim. Bahar, balalarning, bo'libmi o'g'limning uni ko'rgandagi xo'shalligini demayli qo'yay. Dadash deb o'zini otdi. Urumchimi sezgurligini yo'qitib, uni tafsili purab chiqib, qo'lig'ini salpaytdi. Umidmi balalarni va Urumchini quchog'idan tushirmadi. U Urumchini shunchalik yaxshi ko'rdiki, ularning yaqinligini ko'rib, oxiri chidamay kesib tashla deb saldim. Ondan o'zimning gapiga o'zim kulib, ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Lekin ular menga qarab kulmay turadi. Sat bo'ldi, dedim-da, tamoqqa tutish qildim. Dalanning ishikining udilig'i esilgan Subi ikkimizning cho'ng surati uning diqqatini tortdi. U xuddi biror gumonliq yeb uchi topmoqchi bo'lgandek, bir qo'lida Urumchining engikini qashlag'ach, uzun tikilib turib ketdi. Men oshxona uyning dalanga qaraydigan ishikidan ikki o'tib, ularga qarab qo'ydim. Tamoq pishqanligini bahona qilib, uni yondirib kirdim. Umid udilimda o'ltirib, yumg'oq sut bilan pinni selingan ora chinidagi cho'cho'rdan bir qo'shiq tetibla. Men sizni tamoqni bundoq o'xshitalaydi deb faqat o'ylamabdi ekanman, dedi. Men ko'ranglik bilan siz o'ylamagan ishlar jiq, dedim-yu, shu zamon pushaymon qildim. Bahar, uningga faqat yaxshi ko'rinishga tirishayotgan ta'sir bagim yo'q. Amaliyotdimi shu? Cho'cho'ri yeyilib, biror soatdan keyin lag'ma atdim. O'zimcha o'xshidi deb o'yladim. Umidmi, tamoqqa ustakansiz. Odatda uyda uyg'urcha tamoq etamsiz. Balalar yaxshi yemdi, deb so'radi. Kundimi atmayman. O'zim uyg'urcha turmushni yaxshi ko'raman. Shunga etishni unutib qolmabdiman, dedim. Shu taraqqida paranglashib o'ltirdik. U tuyuqsiz. Ziba, men siz to'g'riliq bakchiq anglagandim, deb soldi. Men kuldim. Shundaqmi? Sizlar bir yerga o'qishga barsanglar, bordigan tadqiqot o'rnining ahvolini surishtirmay, shu yerdagi tul cho'kkanlarni surishtiramsizlar? Deb uning ko'ziga qardim. U faqat hodiqmadi. Bundoq tikanlik bo'lib olishingizdan hojati yo'q. Bir yerga boraman dedingiz, atrofingizdagilar shu yerdagi tanishlarni sizga tanishtirdi. Sizmi shundoq tilga ilinib qoldingiz. Uning ustiga burunqi yo'ldishingizning vafoti bilan menga bakroq cho'nqur ta'sir qoldirib ekansiz. Oydirimda ko'ribla sizni tonigan edim. Ammo bu qizingiz to'g'riliq hech kim bir nima demagan, dedi. Uning boshqa xiyollarda bo'lmasligi uchun heliqi hikoyani yana bir qatim so'zlab berdim. U menga uzundan uzun qarab ketdi.
Qızınızның DNA'sini tekşirtdingizmi? Beshingni yeydigan, dedim içimde ve beshimni çayqadım. Endi hojati yo'q. Bu yillar jarayonida onunğa mehringiz paydo bo'ldi. Agar bola rostil yo'ldishingizning bo'lsa, qaytadan bir azoblanasiz. Bo'lmay qolsa, nega opirib qo'ysiz? Baxsınız bir ömür azaplanısız. Şuna bazı işlarni ya vaqtida qilasiz, ya bir ömür qilmaysız, dedi. Bahar, onun turmuş hikayesi mi addi ekan. Bir to'y qipti, keyin ajrashib, ayoli bir qizini ilib, chet eldagi ma'lum bir davlatga chiqib ketib, shu yerlik birsiga tegibdi. Ümitning bir inisi Avstraliyada ekan. Ata-onasi dam olishga chiqib, inisining yonida turib yetibdi. O kuni kechda uni poyezd bekatiga opirib qo'ydim. Shuningdan keyin u yana aldirash bo'lib ketdi bo'lg'ay, biror oygacha ko'rishalmadik. Qayta ko'rishganimizda u judab qopti. Men komandasiga tayyorlik qilib qo'ygan. O balalar bilan itni o'ynatib o'ltirdi. Men oshxonada ishimni qilaverdim. O kuni tamoqimni o'xshabdi ekan. Bu qitim televizor bar uydagi kresloda o'ltirib, balalarni o'ynatqach, erkiroq paranglashdik. O xizmatidan va boshqa o'zi qiziqadigan narsalardan parang qiladi. Men jiqroq Germaniyaga kelgandan keyingi turmushim to'g'riliq so'zlaydim. İki balam qo'g'lishib o'ynayotdi. Tuyuqsiz chiqrab yig'ilgan ovoz diqqatimizni bo'ldi. Tik turib ovoz chiqqan tarafga qardim. O'g'lim yugurib, o'yinchiqqa putlashib, yiqilib, peshonasi palampayning qirg'i tegib, qon chiqqili turibdi. Qonni ko'rib, put qo'limda mag'dur qolmadi. Umid balani ko'tarib, qonigan yerga pokiz lo'ngidan birini besib, doktorxonaga berishimizni aytdi. Men titrab, mashina haydagidek holim yo'q edi. Yaxshi, o pravasini guvohlikdan o'tkazibdi ekan. İki bola bilan meni elib, tez qutqizishga keldik. Doktor yarini ko'rib, doğrulab, tikib, rasmga elib, qaytishimizga ruxsat qilganda yerim kechib bo'lgan. O'g'lim uning quchog'idan yig'lab tushmaydi. O'g'limga uning qaytadiganligini aytsam, o'g'lim "Dadash mushu yerda uxlashin" deb turib olmasmi? Nimalar desam tushunmaydi. Oxiri o o'g'limni elib, o'g'limning uyida uxlaydigan, men qo'rqib ketgan qizimni elib, mening karvatimda uxlaydigan bo'ldik. Urumchi mening yotoq uyimning bosog'isida yotdi. Bahar, o kecha garchi avvalgi hodisadan qo'rqib ketgan bo'lsam-mu, bak charchab ketgachkimiki, uyqu doğrusu ishmaymi, shunda xotirjam tong otqicha uxlab ketibdiman. Buni uning uyda bo'lganligidan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Bir er kishining uyda bo'lishi ba'zida kishini ashunda xotirjam qiladi ekan. Albatta, oldingi sharti o bir yaxshi, axloqliq er kishi bo'lsa. Atsi o'rnimdan turib, ancha-muncha o'zimni tuzashtirib, o'g'limning uyining eshigini chekkinimda, o o'g'lim urumchi uchi yerdagi gilamda o'ltirib o'ynab o'tibdi ekan. O menga qarab illiq kulimsirdi. Uning bu kulimsirishi menda kulkidan ko'ra yig'i qo'zg'adi. O'zimni zo'rig'a besib, uningga qarab, "Salom, xayrli sahar. Yaxshi uxlay oldingizmi?" dedim. Bahar, o menga Subini eslatdi. Men Subini mushundaq bir saharda balamiz bilan o'ynayotgan yerda ko'rishni, mushundaq attiganlik salom berishni qancha orzu qilgan. O o'zi ketdi-yu, menga bir avorchilikni qo'yib qo'ydi. Attiganlik tamoqdan keyin Umidni opirib qo'yg'ili mangdiq. Yo'lda gap qilg'im faqat kelmadi.
Ommu bunu sezgendek sükütte oldurdu. Adil hoşlaştık. Teşekkürümni bildirdim. Maşinini qoruğa ekirip turuşum, Söbi'nin apsının maşinesi keynimden kelip toxtadı. O balalar bilen qucaqlaşıp, görüşüp, oğlumның peşanısını körüp, nemiş boğalıqını sordu. Mən boğan ahvalını dedim. Oğlum gepke aralışıp, "Bizni dadaş doktuğa apadi," dep saldı. Söbi'nin apsının diqqati nevrisinin jarayetidan dadaşqa yötkeldi. Kimning gepini qılıvatıdı? Qilch temtirmedim. İşikni açqaç, Ürümçiden o'qishga kelgan bir tunishim, tünögün mashinani shu haydimisa, mening mashinada o'ltirganimga halim yo'qdi. Shuni deydi, deb javob qaytardim. Söbi'ning apsi, "Yaxshi tunishamdinglar? Pat-pat ko'rishyaptamsiz?" dedi. Yenimi ishkirlab. Men choy damlashga tutingach, "Yo'q apa, mushundaqla tunishatdik. Pat-pat ko'rishalmaymiz. Uning ishi bak aldirash," dedim-yu, ismini deb berishga qat'iy ra'yim bormidi. Söbi'ning apsimi aqlliq ayol mush yerdala to'xtadi. Men choyni damlab kelib, istakanni uningga tangladim. Bahar, Ümitni ba'zida sig'indigan bo'lib qoldim. Uni yaxshi ko'rganimdan emas, shundaq birsining yenimda bo'lishini xohlaganimdan. Ashundaq mashina haydayolmaydigan vaqtimda ochqushni qo'limdan elibla mashinani qo'zg'atsa, men tamoq etayotganda balalarga hamroh bo'lsa, atgan tamoqimni yoqtirib yesa, kechda mening o'rnimda eshik derazlarni taqab yotsa, atiganlar mening turg'im kelmay yotsam, balalarning tamog'ini berib tursa. Qisqasi, "Manga bundaq qaysar bo'lishingizning hojati yo'q, qolganiga men bor" desa. O doktor bo'lamdi, kassir bo'lamdi, o'qituvchi bo'lamdi, nimali bo'lsa, karayti chog'liq. Mas'uliyatchan, gapida turadigan, xatoligini to'nib, kechirim so'raydigan er bo'lsa kifoya edi. Umid 2 haftadan keyin telefon qilibdi. Agar xohlasam, dam olishda balalarni elib, biror yerga berib kelishni aytdi. Jiq tartishmayla ma'qullik bildirdim. Balalarning tayyorliqlarini qilib, Ürümchini elib, uni olg'il bordim va shahar sirtidagi bir sayat o'rniga yo'l oldik. Ta'limimizga havo bak yaxshi, issiq emas, ammo orom baxsh. Balalar hozir savoli bo'lsa, bu dadashdan so'raydi. O'g'lim turibla. "Oppa, dadash sening o'g'il do'stingmi?" deb so'rab qoldi. Qizim pixildab kulib ketdi. Men bo'lsam o'diqqinimdan qo'lim mashinaning yomg'ir surtkichiga tegib ketib, uni to'xtataman deb signal chirqig'i tegib silib, shundoq besaramjon bo'lib ketdim. Umid qo'lini mo'ramga qo'yib, "Tamtirmang," dedi. Bahar, u qo'lini eliyotgandan keyinmi, xeylig'icha uning qo'lini mo'ramda bordakla ig'ir his qildim. U o'g'limga burilib, "Senda baqa," deganda, balalar bir-birsiga qarab kulishib, "Ha-a, sen opamni yaxshi ko'rsan," deb javob berdi. Umid yana, "Endi qanday qilamiz?" deb balalarni gapga solishga boshladi. Dilara, "To'y qilishlar, opam chiroyli oq ko'ylak kiydi, biz ko'ylagining kaynin tutib mangmish, ujik taqayslar, andin söýüşler," dedi. Va ikkilisi og'izlarini tutishib, boshlarini kayniga tashlab kulishib ketdi. Balalarga, "Bak aqlliq ekansizlar balalarim," deb qo'yib, Umidga burildim. Va "To'ydingizmi?" desam, u bir xilda, "Yuzingiz qizarsa, chiroyli bo'lib ketadigansiz," deydi.
Dərhal aldımğa qarab aldım və teximi qızırıb getdim. Bahar, bütkül sayat jarayonida bir ailə kişilərdək hissiyatda boldum. Faqat özümüzlə bundaq emasligini bilimiz. Keçdi qonalğıda oğlumның onundan ayrılğısı hiç kelmey. Dadaş biz bilen yaşın, bizning kavitimiz çoğu, deb turib aldı. Bir öylik bo'lmasak, bir öydə uxlamaymiz desem, mening do'stim bizning öydə qondiğu, sening do'sting qonshimi bo'ladi, deydi. Nemili deb tushundirsam, bola unamaydi. Şeytinim shundoq tutdiki, kulib o'zimni faqat tutib ololmadim. Axir o'g'lim uning bilan birga yotadigan bo'ldi. Umid balani ko'tarishiga, bala uning bo'ynini ching quchoqlab, menga dumbisini qilib turib oldi. Umid ko'zimga qarab, "O'g'lingiz bir er kishini sig'inib qopti" dedi. Buni men his qilyotdim. Men turmushni kapolatga ega qilalig'im bilan dadaning o'rnini to'ldira olmaydim. Bu ham balalarning o'sib yetilishigami foydali emas. Ammo kim bundaq bir oilaga dada bo'la oladi? Mushu ko'z oldimdagi odammi? Bu 2 kun yaqinqi turmushimdagi eng xotirjam 2 kun bo'ldi. Sayohatdan qaytib, Umid hafta degidek kelib turdi. Balalar uningga butunlay ko'ndi. Menmi uni undaq bak mehmon qatorida ko'rmaydigan bo'ldim. O oilamga, turmushimga singib kirib bo'lgan edi. Umidni bu yerdagi Uyg'urlar izlashga boshladi. Subining opasimi uni ko'rish fursatiga erishdi. Balalarim uni nadil ko'rsa, uningga o'zini atatdi. Ikkimizning bu xil g'ayri yaqinlik munosabatimiz hammalarga oshkor bo'ldi. Menmi buni yoshirmas bo'ldim. 1 yil to'shib, Umid vatanga bir qaytadigan bo'ldi. Uni aydirimga opirib qo'ydim. G'alitili xo'shlashdik. Uning yiroqlab ketib qolgan siyoqiga qarab, shundoq bir yig'i tutdi. Xuddi o turmushimdan chiqib ketib borgandakla. Balkim vatanning go'zal qizlaridan uni kullayotgandiman. 2 kun o'tib, uningdan sog' salomat berib olganlik haqida uchur kelgandila, dedim. Yenimda yotgan o'rimchining beshini silab, "Seningcha ikkimizning birga bo'lishimiz mumkinmi?" desam, u bir qo'lig'ini din qilib qo'ydi. "51% demoqchimisan?" deb beshimni tizimga qo'yib, xiyolga patdim. Umid bilan kun arlab ko'rishib turdik. Sirti bo'lmasak, videoliq ko'rishimiz. Bundaq chaqda telefon 2 bola bilan ishdan oshmaydi. Balalarga mayli, o'rimchining ekran talashishlariga hayronman. Balalar butun deydiganni deb bo'lib, o'rimchimi uni ko'rib, harg'uda qavob bo'lgandan keyin navbat menga keladi. "Yaxshi turvatamsiz", deydi u. Men har qitim "Yomon emas, sizchi?" deyman. Andan u kimlarni ko'rganini, nimalarni qilganligini deydi. Ba'zida birdam g'ayvatga tushib ketamiz. Kayfiyatim nachar kunlari ko'p gap qilmayman. Ekrandagi uningga qarab turman. Shundaq jiq savollar tilimning uchiga keladi-yu, sukutni tanlayman. Chunki javobi kutgan yerimdan chiqmasala, bu xil hamkorligimiz buziladi. Bu munosabatimizga bir aniqlimi so'rg'im keladi. Muhabbatdosh, yeshimiz sal cho'ngmi? Hozirgi moda bo'yicha oshna. Bu gapning sartligidan og'zimga olg'imga kelmaydi. Bahar, 6 hafta burunmi mushundaq uzun vaqt bo'lg'aymidi? Ne vaqt u ketgili?
O kelgen güni aydırımga qasddan chiqmadim. Ba'zida aqli hushimning joyidligidan gumonlanaman. Nemishqa dodil bo'lolmayman? Rostdan desam, qo'rqqanimdan emas, avorchilik his qilganimdan. Qaytadan muhabbatlashib, sinishib, yomonlashib, yaxshilashib. Bahar, bundaq o'yinlarga vaqtimla emas, ufratqidek zehnimga qolmadi. Biz degan quramıga yetganlar. Nemali munosabatda bo'layli, ochiq oshkora, samimiy bo'lishimiz kerak. O turar joyiga berib bo'lib, telefon qiladi degan ishonch bilan o'ltiraverdim. Ammo noumid qoldim. O shu kuni telefon qilmadi. Atsimi jimjit. Xiyolimda bir butun hikoya yezilib bo'ldi. O bu qatim cho'qim birisi bilan tanishib qoldi. Xet, ya'ni go'zal, kalampay, ya'ni nozliq, so'rin, ya'ni yiqimliq bir qizdi. Ular to'y qilishga putishdi. Shunga men bilan orliq saqlash kerak. Nemish qiz qilmamdi? Men bilan nima aloqasi bor deb o'zim bilan o'zim yomonlab 2 kunni o'tkazib etdim. 3-chi kuni texmi pallik chiqqan bir titchilikda qahvaxonaning ishxonasida o'ltirsam, kutkichi qiz meni birsining izlaydiganligini aytdi. 2-chi qavatga boshlab qo'yishni aytib, balkonga chiqdim. Kuz fasli. Men eng yaxshi ko'radigan fasl. Muhabbat baharda boshlanib, kuzda kulminatsiyaga yetishi kerak deb o'ylayman. Mening muhabbatim tug'ilibla rahmatli bo'lib ketgan o'xshaydi. Birsining kaynimda qarab turg'unni sezganda qilib burildim. Ko'zim umidning yuziga tushdi. Shundaq seg'inib, shundaq xo'shal bo'lib tursammi, ko'zimda liq yosh, ammo zaharli kulimsirab. "Vuyay, adresman o'shdi o'taymi? Muborak qadamlaringiz yetib qapti", dedim. O kulib ketdi va "Salom Ziba" deb o'ng qo'li bilan so'l qo'limni tutdi. Endi qarshilashadigan maqdurmi qolmadi. O'ng belikimni asta uning mo'risiga oldim. O belimdan o'ziga tortdi. Uning quliqiga "Marhaba, xush keldingiz", dedim. Kresloda uningga yo'linib, qo'limizni kirishtirib, o'ltirib, uzoq paranglashdik. Uning deyishicha, u meni ko'rmasdilla, mening sarguzashtim tufayli menga qiziqib ekan. Meni oydirimda ko'ribla yoqtirib qapti ekan. "Amisi nemish qismimni so'rmadingiz? Boshdan oxir bir xil beparvo qiyofatga kirib olsiz", dedim hayronlik bilan. O barmoqi bilan bo'ynimga chekiglik mushukni silab turib, "Siz Germaniya grajdani, turmushi bayashat ichidagi ayol. Agar men bak tashabbuskor bo'lsam, sizning har nimalarni o'ylashingiz turg'anli gap. Uning ustiga beshingizdan o'tgan bu ishlardan keyin sizning boshqa bir erni qaysi darajada qabul qila oladiganligingizni bilmayman. Balalaringiz meni yaxshi ko'ramdi yo'q, texi. Shunga sizni yaxshi ko'rman deb bo'lib, turmushingizga kirgandan, turmushingizni tushunib, ra'yingizni sinab, ondan ko'nglimni bildiray", dedim. Endi qarsam, xatolashmabdiman. Bo'ynim qichishib, beshimni tortdim. "Bakmi ehtiyotchankansiz", dedim. Yesliga balalarni og'ili billa bordik. 2 bala uni ko'rib, o'zini uningga otdi. Uyga qaytqicha so'zlab hech to'xtamadi. Uyning eshigini ichishimizga o'rimchi bizga emas, uningga etilib, uni yalapli ketdi. Men kiyimlarimni almashtirib, tamoqqa tutish qildim.
Bu jarayonda hech kim qaramasda tatlı kulimsiraytdim. Xuddi beshimga hech ish kelib baxmagandek, baxtlik bo'ladiganimga ishonatdim. Salam Bahar. Uzoq bo'ldi, sana xat yozolmadim. Baxtli kunlarning yozg'idek nemisi bor deysan? Umid, men va ikki balam baxtlik bir oila bo'lib yashayapmiz. Uyni setib, dengiz bo'yidan boshqa uy oldik. Burunqi uy Subidan qolgan. Yangi turmushimga yangi uy bo'lishi kerak deb o'ylagan edim. Bu fikrim Umidga yoqdi. U o'ziningmi mushu uyda ekanligini, ammo mening ko'nglimni ayab aytolmaganini, buda oladigan uyga ummo pul chiqirdig'ini aytdi. Ma'qul bo'ldim. U endi oila xo'jayini bo'ladi. Ayol kishining uyida o'ltirish uning g'ururini sundirdi. Men uni qat'iy ko'nglimga olmayman, deyolmayman. Hozir odamlar o'zigimi ishonolmas bo'lib qoldi. Onunğa doim arzuyumdaki uyning dengiz bo'yida ekanligini deytdim. Şuna bu uyni dengiz bo'yidan oldik. Yataq uyim 2-qavatda. Dengizga qaraydigan yo'g'on qo'sh qanotliq eshigi bor balkonliq uy. Uning yonida karvatim. Dariziga oppoq sidam parda tortib qo'ydim. Ba'zi kunlari ichiqliq eshikdan kirgan shamol pardani uchirib, karvatda yotgan mening ustimga yopidi. Qahvaxonaga bormaganimda dengizning har qaysi vaqtdagi holatiga qarab yotaman. Bundaq vaqtda Urumchi karvatimning yonidagi yerda so'zlab yotidi. U hozir toza qiron vaqtida. Bakmi yo'g'nab ketdi. Atiganlari baldir uyg'onib qolsam, havo yaxshi bo'lsa, balkonda qahva ichgach, uydagilarning uyg'onishini saqlayman. Dengizni shundoq yaxshi ko'rmanki, beliq bo'lib qolgan bo'lsam-chu deyman. Beliqning 8 sekundlikla xotirasi bormish. Menmo ashundoq bo'lsam, o'tgan kunlar odamlarning hech qaysi esimda qolmasa. Yana ezib ketdim. Bahar, balarimning ko'nglini deb to'y chebadik. Bundaq kunlarningmi qiyocha bilan o'tgani yaxshi. Balalarni ko'tirsin deb etiga uzun so'zlab turdigan oq ko'ynakdan birini kiydim. Yarışımlıq kostyum burulqiliq Umidni qo'ltiqlab, balalarga ko'ynakimni ko'tirgizib, do'stlarim boshlarimdan chechivatgan gullarning ostidan mengib, zalga kirganimda 3-chi nikorim bo'lsa-mu, men yangi kelin edim. Umidning ota-onasi Avstraliyadan kelgan edi. Subining opasi menga opa bo'ldi. Do'stimning telefon ekranida vatandagi ota-onam. Qiqas to'y bo'ldi. Bahar, bu to'yim oldinqilarga o'xshamaydi. Men endi tushlarim ichida yashaydigan yosh qiz emas. Turmushga ortiqcha talabim yo'q. Xotirjamlikla istayman. Bu yillar ko'ngil og'riqlaridan shundoq to'ydimki, Umid tadqiqot o'rnidagi o'qishini tugatib, bir yerda yordamchi bo'layotdi. U kasbda bak yaxshi. Eng cho'ng to'salg'isi german tili. Shunga yana maktabda germancha o'rganyotdi. Uni qahvaxonaning ishlariga aralashtirmadim. Bundaq bo'lsa ikkimiz 24 soat 7 kundan ayrilolmay charchab qolamiz. Ikkilimizning o'z ishimiz bilan aldirash, kashlari, damilishda birga bo'ladigan turmushimizni yaxshi ko'raman. Uchratgan odamlarimiz, ishlarimiz to'g'riliq, qiziqib so'zlashimiz, birga tamoq etimiz, damilish kunlari uyg'onsaqmi, qo'pmay uni paranglashqach yotimiz. Turmushimning suratini astalatdim. Hech nimaga aldirmayman. Bugunni yashayman. Helqi cho'ng bozorda tushgan rasmni yaxshi o'rab, Subining narsalari bilan qaznaqqa akirvatdim. Eng oxirgi qitim uzun qarib oldim.
Shundan keyin sübi tushimgim kirmas bo'lib ketdi. Balalar maktabga kirdi. O'quvchilar formasi kiyib, somkalarini esishib, qo'llarini tutishib, maktabga berib keladi. Zo'qim bilan qarab turib ketaman. Ba'zida Dilaraning mening qizim emasligini unutib qolaman. Balkim bir kunlari rostla unutib qolarman. Bir kuni Ümitning Urumchidagi bir xizmatdoshi bilan videoliq ko'rishib qoldik. Ayol ikkilisi qonun doktori ekan. Ümit bu ikkisini doim zo'q bilan tilga oladi. Tirishchan, yiqimliq bir jup emish. Bo'libmi ayoli o'z kasbini bakmi yaxshi ko'radigan qiz ekan. Balasi yo'qmish. Ekranda kelishgan bir yigit ko'rinib, yiqimliq salom berdi. Bular mendan kichik bo'lg'achqa, meni hada deb chaqirishi kerak edi. Yigit o'rnini ayoliga berdi. Bu qizni bir ko'rishimdala yaxshi ko'rdim. Turmushning qattiqlarini ko'rmagan bir sima. Ma'sum yuz, toza ko'z. O'yman, ammo ojiz emasligi bilinib turadigan bir eg'iz. Chaqmoqdek tez gap qiladi ekan. Hada, ishtingizni ko'raychi. Nimda payzi? Ismini bak yaxshi ko'rdim. Deb chang'ildab so'zlaydi ekan. Men qirib qoldimmi qandaq? Shundaq Bahar. Asta tinch hayot kechirishni boshladim. Ham mushundaq yashab ketishni orzu qilaman. Hikoya tamom.